Men bu bog'chaga 3 ta tilni o'rgansin deb berganman. Yana qaysi tilni xohlaysiz? 4 yosh bolachadan desam, ingliz tilida ham, rus tilida ham mukammal gapirsin. Agar shunaqa o'rgatiladigan bo'lsa, hech qaysi natija bo'la olmaydi. Bolalarni bir-biriga solishtirib ham bo'ladi. Men tushunmayman, o'tga bor, otangga bor, tog'angga bor degan gap emas. Sizni tushunadigan bola emas, siz tushunadigan bola baxtli. Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Mana bugun biz sizlar bilan yana g'oyibona uchrashishga jazm qildik. Bugun biz Olmazor tumani Oriental Kinderland nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti yetuk mutaxassislari Muattar Xayrullayevni ikkinchi tilga o'rgatish mutaxassisi va bizning tashkilotimizning yetuk psixologi Ozodaxon Muhammad Mas'ulna bilan birgalikda bugungi suhbat jarayonimizni olib boramiz. Bugungi suhbatimizda biz sizlar bilan hozirgi kunda dolzarb bo'layotgan muammolardan biri maktabgacha yoshdagi bolalarga ikkinchi til o'rgatish metodikasi va ikkinchi til o'rgatishda ota-onalar va pedagoglar bilan birgalikda uchrayotgan to'siqlarni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar olamiz va sizlar bilan birga biz suhbat quramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling. Hurmatli mutaxassislar, biz sizlar bilan hamkasal bolalarimiz. Har kuni bolajonlarimiz, aziz bolajonlarimiz bilan birga ishlaymiz va albatta ota-onalarimizning e'tirozlari, ota-onalarimizning takliflarini ham o'rganib chiqamiz. Keling biz hozir sizlar bilan maktabgacha yoshdagi bolalar o'zi nechta tilni o'rganish kerak va bu ikkinchi tilga o'rgatish jarayonlari qay darajada olib borilishi bo'yicha suhbat olib borsak, mana endi Muattar Xayrullayevga murojaat qilamiz. Maktabgacha yoshdagi bolalar, ya'ni tashkilotda ikkinchi tilga o'rgatish tartiblari qanday va buni oilada qanday mustahkamlash kerak? Marhamat. Juda o'rinli, chiroyli savol berdingiz, Shahlo opa. Ya'ni hozirgi mana zamon shiddat bilan rivojlanayotgan paytda til o'rganish juda ham aktual. Hozirgi zamonda ota-onalar juda ham xohlaydi bolalari turli xil tillarda gaplashishini. Ya'ni o'zi ayrim paytlarda gaplasha olmaganda bolalarim gaplashsin-da, faxrlanish uchun ham yoki ko'plab sayohatlarga chiqishadi. Shunda xohlashadi. Ya'ni bu savol ko'plab beriladi. Aytganingizdek, tilni qachon, necha yoshdan o'rgatish o'zi ma'qul. Ya'ni umumiy oladigan bo'lsak, dunyo statistik ma'lumotlariga qarab, metodikalariga qaraydigan bo'lsak, 3 yoshdan 5 yoshdan deb aytiladi. Ya'ni bizda xususiy tashkilot bo'lgani uchun bizning bog'chamizda, ya'ni kichik yoshdan boshlab o'rgatiladi. Unda ham juda ko'plab so'zlar emas, aksincha aynan har kunlik ishlatiladigan ona tilida biladigan so'zlarini 3 tadan boshlab, kichik 3 yoshdagi misol bolalarimizga 5 tadan, ya'ni kattaroq gruppalarga shu tarzda ikkinchi tili o'zini ona tilida bilgan so'zlarini ikkinchi tili, ya'ni ingliz tilida 3 tadan 5 tadan qilib 3 yoshdan boshlab o'qitilishi, ya'ni yo'lga qo'yiladi. Bu ma'qul yosh hisoblanadi. Katta o'sha tayyorlov guruhlarida esa bu daraja, ya'ni ko'paytiriladi. So'zlar ko'proq bilinadi. Ya'ni o'zi biluvchi atrofda har kun ishlatiladigan so'zlarini, ya'ni 5 tadan 10 tagacha qilib ko'tarib, ya'ni olib boriladi va keyin muloqot shakllantiriladi. Ya'ni dialoglar tarzida qilib, shu tarzda davom ettirib, murakkablashtirib ketilaveradi yoshiga qarab. Ikkinchi tilga o'rgatish jarayoningizni kuzatganimda asosan o'yin orqali olib borasiz-da. Bu juda ham aniq bir faoliyatda. O'yin orqali har holda bola yaxshi qabul qiladi. Ko'rgazmalik orqali, o'yin orqali, shu o'yin jarayoni orqali olib borayotganingizni ko'rib, demak bolaga ikkinchi til o'rgatishda asosan boshida ilk qadam shu o'yin orqali olib borilar ekan degan xulosaga kelganman. Endi bir hodisa haqida sizlarga aytib bersam, bir onamiz bor, juda ham faollar bog'cha hayotidan, bizning tashkilotimiz hayotidan bir hafta oldin kelib murojaat qildilarki, men bu bog'chaga 3 ta tilni o'rgansin deb berganman. Dedilar, keyin men aytdimki, oyijonisi o'z oilada qaysi tilda gaplashasizlar? Sizlarning so'zlashuv nutqinglar qaysi tilda desam, o'zbek tilida. Yana qaysi tilni xohlaysiz? 4 yosh bolachadan desam, ingliz tilida ham, rus tilida ham mukammal gapirsin deb
bizdan talab qo'yyaptilarda. Endi onalarning tushunchasi shunaqa, to'g'rimi Mattarxon? To'g'ri, bunaqa ko'plab aytganingizdek murojaat qilishadi. Ingliz tilini suvdek bilsin, erkin gapirsin, yokida men taylab bering, alohida shug'ullanib bering degan takliflar ham tushgan. O'shanda men aytaman, sizlar uyda ingliz tilida gaplashasizlarmi doimiy ravishda? Yo'q. Yokida chet elda yashash uchun ketmoqchimisizlar? Bu juda ham muhimmi? Muhimlik darajasini belgilab olamizda. Chunki agar biz boladan mukammal o'sha boshqa tilda ingliz tili bo'ladimi, rus tili bo'ladimi, biz agar mukammallik talab qiladigan bo'lsak, qaysidir ma'noda o'zini ona tilisini esdan chiqarib qo'yish holatlari bo'ladi, yokida tushuncha bo'lmaydi bolada hali. O'shaning uchun biz bilamizki, oldin birinchi o'zini ona tilida gaplashib olgan, ona tilidagi so'zlarni bilib olgandan keyin biz o'rgatsak, u bolada tushuncha bo'ladi. Ya'ni bu masalan piyola ekan, buni cup derkanmiz. Bu olma ekan, misol apple derkanmiz deb u tushuncha bo'ladi bolada. O'shaning uchun men tavsiya qilmagan bo'lardim kichik yoshdagi bolaga baravariga 2-3 ta tilni gapirish. Hech qaysida agar shunaqa o'rgatiladigan bo'lsa, hech qaysi natija bo'la olmaydi. Chunki qaysinda gapirsin bola. Mana mana shu yerda o'sha ota-onalar mana shuni talab qilganda o'zi nima uchun talab qilayotganini ota-ona o'ziga ham savol berish kerak-da. Bolam tez o'rgansin deyshadi. Lekin buni orqasida ota-onalarda bolalarni bir-biriga solishtiruv ham bo'ladi. Uni bolasi o'rganyapti, meni bolam nimaga orqada. Lekin inobatga olishmaydiki, temperament degan narsa bor. Bola o'sha 4 xil temperamentda bo'lsa, temperament sangvinik, xolerik, melanxolik, flegmatik bolalar bor. Misol uchun xolerik bolalarda faol bo'ladi. Ular tez oladi. Flegmatik bolalar sokin bo'ladi. Melanxoliklar his-hayajonli bo'ladi. Ular juda uyatchan bo'ladi. Muvozanatli bolalar sangviniklar bo'ladi. Ular ham tez ilib oladi. Lekin o'sha yerda solishtiruvda bu narsa haqida ota-ona o'ylab ham o'tirmaydi. Mana shu bolam, demak, men bu amakimning qizi o'rganyapti, sen nimaga o'rganmayapsan? U ingliz tilida bemalol gaplashyapti, meni bolam gaplashmayapti. Eng главный narsa bolaga o'sha paytda qo'llab-quvvatlash, ishonch va mehr bilan etilish kerak. Agar ingliz tilini talab qilishayotgan bo'lsa, uyda qaysi tilda gaplashishadi? O'shani qaytaruvi bo'lyaptimi? Darsdan keyingi holatda kechki mustahkamlanyaptimi? Keyin nima o'rganding degan holatlarni ham olib borishimiz kerak. Bu o'sha aytganimizdek, oldingi anaqada 3 burchak metodikasi bo'lishi kerak-da. Bola, ota-ona va mutaxassis bo'lishi kerak. To'g'ri. O'shanda bu mustahkamlanadi va bolada обязательно bo'ladi o'yin faoliyati. O'yin faoliyati bilan o'rgatiladi. Sen hali ham shuni o'rganmadingmi deyish o'rniga birga qilamiz. Mamnun qilamiz. Qattiqiga tushunmayapsan. Men senga yordam berib beraman deydi. Mana shu yerda Adam Gunesh gaplarni aytsam bo'ladi. Ular aytadilarki, sizni tushunadigan bola emas, siz tushunadigan bola baxtli bo'ladi deydi. To'g'ri. O'shaning uchun shu narsa buni ichida, buni negizida juda katta anaqa bor-da, hikmat bor-da. Nimaga bola bizani tushunib yashashi kerak? Nimaga bola hali chunki bola ota-onani prizmasi orqali dunyoni taniydi. Men qanaqa dunyoni ko'rsam, demak meni bolam dunyoni shunaqa ko'radi. Xuddi o'sha narsani biz demak bu yerda ko'rinyaptiki, onalar ham o'zini tarbiya usullarini o'zgartirish kerak. Demak, hozirgi bolalar aqlli bolalarga demak biz o'shani yetkazishimiz uchun ham biz ham baravar o'qishimiz kerak bolalarimiz bilan. Bu nima deyapti? Men tushunmayman, o'tga bor, otangga bor, tog'ingga bor degan gap emas. Izlaning deyish kerak. Lekin mana bu yerda o'sha bosim bo'ladigan bo'lsa, bilmayapsan, qo'ymayapsan, bog'chadan olaman degan gap bu noto'g'ri-da. Bola birinchidan o'ziga samotsankasi tushib ketadi. Ishonch qolmaydi va u bilmas ekanman, eplolmas ekanman deb o'sha orqaga tashlaydi. Har kuni 15-20 minut bu juda qisqa vaqtda, 24 soat ichida 20 minut bu kam vaqt deb bilaman, juda ham. Ya'ni bir boladan bir nechta tilda gaplashishni talab qilsa, ya'ni samotsankasi tushadi. O'ziga nisbatan bahosi tushadi deyapsiz. Chunki bola yopilish holatlari bo'ladi. Ruhiyatiga bosim bo'ladi-da. Bola zaмкнутый bo'lgandan keyin o'rganmaydi.
bolani yoshiga mos talab qilish kerak. To'g'ri. Mana Yosh mashina xususiyatiga mos talab qo'yilishi. mos qarash kerakda. Misol uchun 3 yoshli, 4 yoshli bolalardan nima bilmayapti deyish bu eng katta xato narsa-da. Hop, mayli tushunamiz 6-7 yoshi. Уже подготовительный, tayyorlov guruhi maktabga chiqadi. Chunki ularda уже erkin muloqot qila oladigan davrga yetib kelgan bo'ladi. So'z boyligi, уже 5 minutadan, 6 minutadan oshib ketgan bo'ladi. Gaplashsangiz siz bilan bemalol suhbatga kirisha oladi. Bunaqa bolalar. Mana bolalarda o'sha narsa, demak, bolalarning tarbiyasida mehr, ishonch, qo'llab-quvvatlash va tanqid qilmaslik. Mana shu tavsiyalarni berib qolaman ota-onalarga. Men shu so'zlaringizni mustahkamlamoqchiman. Avvalo onalarimiz bolani rivojlanish tempi har xil bo'lishini inobatga olishlari kerak. Farzandlarini qobiliyati har xil bo'lishini qabul qilish, bir yangi ma'lumotni, yangi axborotni qabul qilish, har bir farzand har xil qabul qiladi. Kimdir yetuk bo'ladi, biror bir so'zni aytsangiz ilib oladi. Qobiliyati boshqacha bo'ladi. Qaysidir farzand ko'rgazmalilik asosida, suhbat asosida qancha jon kuydirsangiz ham sekin qabul qiladi. O'sha aytgandek temperamentga bog'liq-da bu. O'sha flegmatik bilan melanxolik bolalar sokin, uyatchan bo'lishgani uchun ular o'zini namoyish ham qilib bera olmaydi. Shuni onalik inobatga olish kerak. Albatta, albatta. Onalar shuni inobatga olsa, keyin yana keyingi bir maslahatim shu kun jarayonida o'tilgan ikkinchi til bo'ladimi mayli, qaysidir mashg'ulot jarayonlarini maktabgacha ta'lim tashkilotida o'tiladi. Uyda muhit boshqachada takrorlanmaydi. Lekin ona bugun nima o'tdinglar? Ingliz tilida qanaqa yangi so'zlarni o'zlashtirdinglar deb so'rab, o'sha bolani hayoti bilan ozgina yashasa, o'sha bugungi berilgan mavzu mustahkamlansa yaxshi bo'ladi. Men ish jarayonimda nima qilaman? O'sha aytganingizdek bolalar uyda qaytarish uchun biz endi tilni to'g'ri talaffuz qilib o'rgatamiz-ku, baribir boshqa til-ku. Shuning uchun men ko'pincha videolar, audiolar qilib o'tgan narsalarimni ovozli yozaman-da. Misol olma, masalan apple, olma deydigan bo'lsa, cucumber masalan bodring deydigan bo'lsa, shuni talaffuz qilib tashlaymanki, o'sha onalar birinchi eshitib olsin, to'g'ri talaffuzida va bola bilan birga aytganingizdek haligi takrorlaganda uyda eshitib olishadi, to'g'ri talaffuzida shuni birgalikda qaytarishadi. Shu usulni ham yo'lga qo'yganmiz. Bu ancha effektini beradi. Bolalar chiroyli talaffuz qilishadi. Tillarini to'g'rilab, katta gruppaligimizni, masalan, o'rlarni chiqarishi, transkripsiya qilib, ular talaffuzini eshitishadi va o'shalarni chiroyli talaffuz qilishadi-da. Masalan, bilmaydigan ona ham bemalol o'ta oladi. Onalarimiizga ham plyus bo'ladi, birgalikda o'rganib ketishadi. Bu mana shunaqa tashkilotda shu narsani yo'lga qo'yganmiz. Birgalikda dars qilish. Qanaqa edi? Men o'qilishini bilmayman, noto'g'ri talaffuz. Bola chunki qanaqa o'rgatsangiz hozir shunaqa shakllanadi-ku tili bolalarimiz. Shunaqa deyishga o'rin qoldirmagan. Agar noto'g'ri talaffuz ketsa, bola shu narsani noto'g'ri o'rganib ketadi. Keyin bilinadiki, kim o'rgatgan, qayerdan boshlangansan, noto'g'ri talaffuz-ku degan narsa bo'ladi o'sha maktabga chiqish jarayonida. Shuning uchun hozirdan shu bizadagi o'sha tashkilotimizda to'g'ri talaffuzni ham yo'lga qo'yganmizki, o'sha onalar qaytaradi birgalikda dars qilish uchun to'g'ri talaffuz qilib ketadi. O'sha bosim bo'lmasligi, demak, tilni erkin o'zlashtirish. Bolani tarbiyasichi musobaqa emas-da. Shuni tushunishligi kerak-da. Shu musobaqalashmasdan bolam ishonch va mehr bilan o'ssin, mayli, tez olmasin. Sekinlikda aniq va lo'nda ilmni olsin. Desa biz to'g'ri yondashgan bo'lamiz-da. Musobaqaga kirishdikmi, raqobat bormi, solishtirish bormi? Bola tarbiyasida. Bola tarbiyasida raqobat to'g'ri. Bolani shashti tushib qoladi. Solishtirilgan bola samouverenniy bo'lmaydi, o'ziga ishonchi yo'qoladi. Shu joyda boya ham aytib o'tdingiz-ku, bola yopilib qoladi dedingiz-ku, shu narsadek voqea bo'lgan keys bor. O'sha bog'chada dars o'tayotgan jarayonimda bitta bola, hamma bolalar qaytarardi, u bola takrorlamas edi. Keyin bir aniq suhbat qilganman va nima tarbiyachisi bilan bu o'zi gapiradimi? Darsda qatnashadi, lekin buni qaysi tilda gapirishni bilmaydi. Aniqlasam, u bolani uyida 3 xil tilda gapirishar ekan. Bu Uyg'ur ekan, buvisi Xitoy tilida, ota-ona rus tilida, yana kimdir dodami kimdir o'zbek tilida. Bola qaysi tilda gaplashishni bilmaydi.
to'rtinchi til sifatida ingliz tili qo'shilyapti. Mana boyaga aytib o'tganingizdek bizdan talab qilishadi, 3 ta tilda gapirsin, ravon dedingiz-ku. Bu holatda mana bular aytgan jarayon yopilib qolgan bola. Sekin-sekin keyin ishlash jarayonida ota-onalarga, dodi-buvilarga tushuntirish jarayonida bolani aniq bitta umumiy oilada gaplashadigan tili va qo'shimcha tillarni yo'lga qo'ygandan keyin bola ochilib, ketimizdan qaytarib darslarda faol qatnashadigan bo'lgan. Shu narsani tavsiya qilgan bo'lardim. Aniq bitta, misol o'sha ona tilini o'rgatib olgandan keyin siz aytib o'tganingizdek, nutqi shakllangandan keyin, atrof muhitdagi so'zlarni bilgandan keyin qo'shimcha til qaysi tilni? Bitta tilni misol tanlab, sal shu katta bo'lguncha, maktabga chiqquncha o'sha tilni o'rganib, keyin u yog'iga sekin-sekin mana bular aytganlaridek qo'shimcha tillarni yanada qo'shilsa, menimcha ruhiyatiga ham zarar bermagan holda chiroyli o'rgangan bo'lardi deb o'ylayman. Siz fikringiz qanaqa misol? Shahlo opa, ya'ni qonunlarimizda qanaqa keltirilgan bo'ldi? Bizning talablarimiz, mana shu ikkinchi tiliga o'rgatish bo'yicha bizning yurtimizda maktabgacha yoshdagi bolalarni ikkinchi tiliga o'rgatish bo'yicha bir qator me'yoriy hujjatlar tasdiqlangan. Mana bizning davlat talablarimiz bor. Shunda ko'rsatib o'tilgan shu ikkinchi tilga o'rgatish metodikasi belgilangan. Shu ingliz tiliga, chet tillariga deb berilgan u yerda o'shani me'yorlari ko'rsatib berilgan. U bolani 3 ta tilda ravon gapirishi talab qilinishi bu noto'g'ri. Fikrim onalarga, otalarga men tavsiya bergan bo'lardim. Avvalo bola o'zini ona tilisida so'z boyligi mukammal bo'lishi kerak. Ana undan keyin ikkinchi tilga o'rgatilishi kerak. U ham o'yin orqali, mana bilasiz, o'yin orqali, ko'rgazmalilik orqali, suhbat orqali. U o'sha tilda harflarni o'rgatish, u noto'g'ri narsa. To'g'ri. Bizda ko'rsatilgan me'yor bor. Shu bola o'yin orqali ikkinchi tilga, chet tillarga deb ko'rsatilgan, yo ingliz tiliga, yo o'sha xitoy tiliga, yo koreys tiliga faqat o'yin orqali ilk bilimlari, ilk ko'nikmalari shakllantiriladi. To'g'ri aytasiz. Shu joyda menga alohida murojaat qilishganda ham, ya'ni individual shug'ullan bering, harflar o'rgansin bolam deganda, xuddi shu aytganingizdek, nimalarni fikrlarni bildirganman, chunki o'sha me'yoriy hujjatlarda aytib o'tganingizdek, chet tillarni hattoki 1-sinfda ham maktabda harf o'tilmaydi hali. 2-sinfdan boshlab. Chunki 1-sinfda o'zini ona tilida o'rganayotgan, rus tilida o'qiydimi, o'zbek tilida o'qiydimi, o'sha harflarni o'rganib oladi, qo'llari kelishadi, ko'nikma hosil qilgandan keyin 2-sinfdan boshlab o'sha qaysi chet tilini berilgan bo'lsa maktabga shuni harflarni o'rgatishi, ya'ni yo'lga qo'yilgan. Bu har tomonlama ishlab chiqilgan, nima derdi, me'yorlar darajasida bo'lgan. Aytganingizdek, o'yin tarzida olib boraman. Bunda bir misol mashg'ulotim davomida yangi tilni o'sha, ya'ni kartochkalar orqali, ko'rgazmalar orqali va u har bir o'sha darsimga taylanganda shunaqa ko'rgazmali qurollar taylayman va unga mos bitta qo'shiq yoki o'sha animatsion bolaga yanada tushunarli, aniq bo'lishi uchun va ularga qiziqarliroq bo'lishi uchun shuni yo'lga qo'ygan. Va agar katta guruhlarimizda o'sha she'rlar tarzida, albatta, lekin har biri shu o'yin tarzida va harakatlar orqali aytib o'tganingizdek, bola bundoq ko'radi, o'sha mimikalar orqali yaxshiroq anglaydi, uni yaxshiroq tushunadi, ko'rgazmalarda ranglar orqali uni va o'sha aytib o'tganingizdek hammasini me'yori bor. Men yana hali tavsiyalar berib o'tganimda buni aytib o'taman. To'g'ri, ayrim bolalar ahamiyat bergan bo'lsanglar, ayrim bolajonlarimiz ikki xil tilda ham sharillatib she'rlar yodlab berishadi, ravon gapirishadi. To'g'ri, ular qobiliyati kuchli, xotirasi kuchli bolalar. Lekin bola o'sha yodlab berayotgan she'rini yoki gapini ma'nosini tushunish kerak. To'g'ri aytasiz. Shu joyda tushunish kerak. Uni xotirasi kuchli 10 qatormi, 12 qatormi she'rni boshqa tilda 3 xil tilda ham yodlab berishi mumkin. U boshqa masala. Lekin uni ma'nosini, mohiyatini o'sha yodlayotganda so'zni ma'nosini o'zgartirmasdan ikkinchi tilda yetkazib berish kerak-da. Ayrim so'zlarni boshqacha talaffuz qilib qo'ysa, umuman ma'nosi o'zgarib ketadi. To'g'ri aytasiz. Mana o'zingiz ikkinchi til mutaxassisiz, boshqacha eshitiladi. Shuning uchun palonchini bolasi ikki xil tilda zo'r gapiryapti, nima meni bolam gapirmayapti degan bir e'tiroz noo'rin deb o'ylaman. To'g'ri.
O'sha aytganimdek solishtiruv eng yuqori hozir xonadonlarda o'zbek tarbiya usulida yuqori darajaga chiqib ketganda, bu yerda men qila olmadim, bolam qilsin degan narsa ham borda. Bu eng katta xatoyimiz bo'ladi deb o'ylayman. Lekin umuman bu bolaga boshqa yo'nalishda ketarmiz. Bolani qobiliyatini bilish uchun onalar diqqatli bo'lib turish kerak. Bolani qobiliyati shu 6 yoshdan boshlab 12-13 yoshgacha o'sha aniq bo'lib oladi. O'sha paytda diqqatli bo'lib turishimiz kerak. E'tiborli bo'lib qarab, demak bu bolam mana bu yerda ketyapti, konstruktor ko'p o'ynayapti yoki tillarni o'zaro gapiryapti yoki matematik bu bola deb o'shalar yo'nalishlarga yo'naltirishimiz kerak bo'ladi. Hamma поголовно anaqani bilish kerak, ingliz tilini bilish kerak degan narsa bu ozgina xato bo'ladi. To'g'ri, til bilgan yaxshi, lekin uni salohiyatidan, qobiliyatidan kelib chiqib, keyin berishimiz kerak. Aytganimizdek, temperament bu yerda katta rol o'ynaydi. Shunga ham e'tiborli bo'lishlarini so'rab qolgan bo'lardim. Shu o'rinda bir hodisani yana aytib bermoqchiman. Bitta bizani onamiz bor, Solixani oyisi. Ular aytadilar-da, bog'chaga chiqdim, keyin maktabga chiqdim, keyin institutga kirdim desalar, men hayron bo'lganman-da, nima qilyapsiz deb. Chunki shu ayolga qoyil qolganman, ona sifatida juda e'tiborli ayolda. Bolalar, farzandlari bog'chaga chiqqanda, bog'cha programmasi bilan qiziqib, bola bilan uyda mashg'ulot o'tganlar. Mustahkamlaganlar-da, mana bolada o'zgarish juda katta bo'ladi. Chunki unga ham qiziq, onasi o'sha mavzuda suhbatlashsa-da, bola tilida suhbatlashsa, juda qiziq. Keyin maktabga chiqdik, 1-sinfda boshqatdan o'qidim. Keyin til o'rgandik. Bog'xonada koreys tilini o'rganib oldim. Deyaptilar-da, katta o'g'lim institutga kirdilar, oliygohga. Baravar o'qidim, desalar, men havasim keldi. E'tibori qarang, ona tomonidan. Ham onani saviyasi charxlanyapti, ona o'zini ustida ishlayapti. O'zini qilayotgan ishidan eng asosiysi xursand, mazza qilyapti. Mazza qilyapti-da shu onada. Bolalarini saviyasi, bolani hayotini ichiga kirgan. Ana maktabga ketdi, institutga ketyapti, bilmayman nimaga o'qiydi deysa hayron qolaman-da bir xillar. Bog'chada edim, bog'cha yoshi bo'ldim, maktabga chiqdim, keyin institutga kirdim desalar, men rosa hayron bo'ldim, men qoyil qoldim. Qobiliyati va o'z farzandidagi qobiliyatini to'g'ri shakllanishida o'zini ham o'rni alohidaligini ongiga sindirib bilish kerak-da. Ular o'ylashadi, maktabgacha ta'lim tashkilotlari yo bog'cha yo maktab o'rgatish kerak. Men faqat uyda buni kuzatib borsam bo'ldi deb o'ylashadi, sharoitlar yo'q. Ona ham, ota ham shu o'zini ustida ishlab bola ta'lim olish jarayonida birga yashash kerak. To'g'ri. Shu joyda zo'r nima keldi, haqiqatda bir voqea. Bundan bir 5-10 yil oldin o'sha Britaniya elchixonasida, British Councilda xorijlik mehmonlar kelganda shu ta'lim jarayonini o'rganishdi, suhbat olib borganimizda, sizlarda boshqacharoq ekan. O'zbekiston faqat pedagoglar ishlaydimi degan narsani aytganingizdek. Faqat bog'chipi, faqat ustoz o'rgatadimi tilni, ota-onachi deyapti-da. Keyin yo'q, endi o'rgatadi, baribir qilasiz. Yo'q, o'rgatishsa, yo'q, baravar. Pedagog faqat yo'nalish beradi deyapti-da. Misol mana chet elda jahon nimasini oladigan bo'lsak, ta'lim tizimini oladigan bo'lsak, u yo'nalish beradi. Mana shunaqaligini tushuntiradi. Misol tarjimasini aytadi, qo'llanishini, uni mustahkamlash ota-ona bilan deyapti-da. Masalan, communication with the parents deb tushuntiryapti, shunaqa ota-ona bilan взаимодействие. Ya'ni o'sha birga dars qilish kerak, birga nima o'rganganini haligi aytganingizdek qaytarish kerak deyapti-da. Shu joyda masalan, men hozir ota-onalarga tavsiyalar berib ketgan bo'lardim. Oddiy, misol mana oddiy o'yinchoq deb qarashimiz mumkin, lekin aslini olganda shu oddiygina o'yinchoqdan hammani uyida bor. Har xilda o'yinchoqlar olib berishadi. Har xil rangli, boshqalar detallar. Shuni o'zidan ham o'sha bizni o'rgatayotgan ingliz tilini takrorlash mumkin-da uyda. Misol mana agar hayvoncha deb oladigan bo'lsa, biz o'tganmiz uy hayvonlarini, masalan, domestic animals mavzuyimizda uy hayvonlari o'tgan bo'lsa, bunda duck deb o'rgatganmiz. Kattaroq guruhimizda buni misol what is it deymiz, duck deydi. What color is it? Alohida ranglar e'tibor qilamiz. Shu kichkina bolachalarimizda shunchaki rangini so'rashsa bo'ladi. Mana ota-onalar what color is it?
bu nima rang? Hozir juda ham nima deydi, innovatsiya rivojlanib ketgan. Savollarni misol internetdan olsa bo'ladi, menga murojaat qilsa, men berishim mumkin. Qanaqa savol bilan murojaat qilishingiz mumkin bolaga deb. Misol aytib ketishi mumkin, what color is pink yokida give me pink. Menga pinkni ber desa bola beradi. Уже shunda 3 yosh, hattoki 1,5-2 yoshlarimiz ham bilishadi. Bizda aynan shunaqa yo'lga qo'yganmiz tashkilotimizda, boshqa tashkilotlarda katta guruhdan o'tilsa, bizda kichik guruhlardan 5 tagina so'zi, misol uchun o'sha radioga deymiz, rainbow ranglarini, oddiy o'sha kamalak ranglarini bilishadi. O'shalarni so'rash mumkin. Katta guruhda уже yanada ranglarni qo'shganmiz, ular deyarli 10 tadan oshiq ranglarni bilishadi. Yokida oddiy bunaqa mana kartochkalar orqali bu ham bor. Kanselyariyalarda juda ko'p hozir. Shunchaki ota-onalarimiz ham hozir juda ham ana intellekti nima rivojlangan ota-onalar bo'lishgancha olib berishadi har xil narsalarni. Oddiy shu narsa mana kartochkani ko'rsatib, anaqa sonlarni 3 xil tilda berilgan. Misol uchun, masalan, how many bu bo'lishi mumkin-da peacock. Endi agar peacock bilsangiz nechta, prosta how many deb qo'ying. What number is it desa 1 deydi bola. Keyingisini aytadi 6 deydi. Oddiy sanash mumkin. 1 2 3 4 5 6. Bittadan o'rgatsa ham bu aniqlashadi. Necha songacha sanoq belgilangan ingliz tilida mumkin? 10 gacha. 10 gacha. Ya'ni son 10 gacha bu katta guruhlarimiz uchun aslida. Ya'ni 6-7 yosh. 5 yoshdan ham mumkin. Kichkina guruhimizga 5 gacha o'rgatamiz. Ikkinchi til bo'lgani uchun. Ikkinchi til bo'lgani uchun hattoki kichkina guruhlar baribir 10 gacha ham bilishadi, lekin ani ko'plikroq qiladi-ku ularga. Misol rus tilida o'rganganda ham shuning uchun 5 gacha 1 2 3 4 5 bu kichik guruhlarimizga bo'lsa 10 gacha katta guruhlarimizga. Endi bizda bolalarning intellektiga qarayman. Bular aytib o'tganlarida shunaqa guruhlarimiz bor, ilib olishi tez. Yokida ko'proq qismi bular aytganlaridagi xoliyliklar, sangviniklar tez qabul qilib olishadi. Yana ani ko'proq bilishni xohlashadi ularda, o'rgatsam o'rganib ketishadi. Ularni qarayman salohiyatiga qarab turib. Ularga nagruska bo'lmaydimi? Ya'ni ozgina og'irlik qilmaydimi? Beraveraman. Sal og'irlik qildimi? Kamaytiraman. Ya'ni biz 15% da anaqalarimizni, dasturimizni o'zgartirishga haqlimiz. Bolani, ya'ni qiziqishidan kelib chiqib, uni o'zini tutishidan, kayfiyatidan kelib chiqib, detalmi hammasiga baribir ahamiyat beramiz. Misol tayinlanib kelgan bo'lsam, bugun misol 10 ta so'z o'rgataman desam, bolalarning kayfiyati yo'qmi? Qanaqadir yokida sal nima derdi, charchab kelganmi yokida havo ta'sir qilyaptimi bolagada, shularni hisobga olgan holda sal kamaytirishim mumkin. Keyingi safarida uni qo'shimcha berishim mumkin. Shu tarzda. Bosimsiz o'rgatishda. Bolani majburlamayman, lekin darslarim davomida ahamiyat bergan bo'lsa, majburlamayman. Yangi kelgan bolajonlarimiz bo'ladi. Undoq o'tirishadi. Bo'pti, xo'p, asalim, shu yerda o'tir. Yokida qo'shib olmaymiz, keyin yonimda o'tir. Yokida aksincha aytganingizda giperaktiv bolalarni qarasa diqqati tarqomi, "Kelsan, men oldimda ustozlik qilasan" deyman. Lider bo'lasan deyman. Kartochkalarni ko'rsatamiz, ko'tar deyman. Ko'taradi. Bahonada u bolani ettirib, "Davay ustoz bo'lamiz" 6, 7 deb ani bolalarga o'rgatishadi, ha. Qizlar keyin bir nimamiz ham aytdilar, tarbiyachimiz, "Voy, siz yo'g'ingizda-chi qizlarimni kuzatsam, ustozlik qilyapti" deydilar. What color is it? Deb rol o'ynashayotganimizda men shunaqa xursand bo'ldimki, demak ular o'zini rolli o'yinlari jarayonida tilni mustahkamlashyapti. Bu, конечно, bizga plyusga ishlaydi, bu bolajonlarimizga ham. Yanada o'sha tilga bo'lgan muhabbat, qiziqish ham ani ko'rdik-da bunda. Hozir sizni gaplaringizni tinglovchilarimiz eshitib, men aminman bitta savol tug'ilgan. Biz ingliz tilini bilmasakchi, qanaqa bunaqa savol beramiz deb, shu yerda ham bir o'zimni tajribamdan aytib o'tmoqchiman. Men ham bujonman, nabiralarim bilan shug'ullanaman bo'sh vaqtlarda. Men oddiygina savol beraman. Bu qanaqa rang deyman. Sariq deyshadi. Ingliz tilida qanaqa deb aytilatsam javob berishadi. Oddiygina, buning uchun mukammal ingliz tilini bilish shart emas. To'g'ri. Keyin bujon bizni to'g'ri aytsak, bizga priz berasizmi deydi, konfet qo'limga olib, bitta qadam oldinga chiqadi to'g'ri aytganlar deyman-da. Har xil ranglarni aytaman. Yashil ular inglizchasini aytishadi. Sariq inglizchasini aytishadi. Bir qadam oldinga chiqadi, men konfet beraman, rag'batlantirib. Oddiy o'yinlar o'ynaymiz. Buning uchun hozir bizning tinglovchilarimiz biza ingliz tilini mukammal bilmasa, qanaqa qilib bunaqa savol berar ekanmiz deyishligi mumkin. Lekin oddiygina o'yinlar orqali ham bolada ikkinchi tilni mustahkamlash mumkin.
To'g'ri aytyapsiz. Rag'batlantirish aytib o'tdi shu anaqada darslarimiz davomida albattaki bolalarga o'sha rag'batlantirishlarni qo'llaymiz. Bu katta rol o'ynaydi. Buni yokida so'z orqali, inglizcha so'zlar orqali berish mumkin. Well done, good job. Aytib o'tganingizdek emotsiyalarni boya aytib o'tdingiz. Emotsionalni yetkazishga harakat qilasiz. Wow, super desam xursand. Yokida qanaqadir o'sha chiroyli o'ziga yoqadigan emoji nakleykalar bilanmi, smayliklar bilan bugun sen zo'r qatnashgan uchun juda kulib turgan yokida tanlashadi. Bu bolalarimizni o'sha rag'batlantirishdan oldin ogohlantirib qo'yamanki, diqqatli bo'lamiz. Pay attention. Qaytarishyapti. Listen to me attention deb qo'yadi anaqamizchi. Sabina aytyapti, mana shunaqa deb, "Молодец" deyapman-da. Siz aytasiz-ku, "Miss Muattar" deb qo'yadi. "Молодец" dedim. Ya'ni bizani qaysidir shu emotsiya bilan berishlarimiz ham bolalarga yoqar ekan va u eslab qolar ekan. Xotirasida mukammal. Keyin menga bunisi, menga ani starlisi deb qo'yishadi, menga heartlisi deb tanlashadi. "Молодец" deyman. O'sha diqqatini jam qilgandan keyin o'rganib oladi-ku. Undan keyin o'zligi tanlaysizlar deyman. Emotsional muloqot ham katta. Bo'ladi, aytayotganlarda emotsional intellektni ham berib o'tilyapti-da, bu yerda bu juda ham kerak-da, chunki bu katta yoshlarga keraksa, bu yoshlikdan shakllanadi-da. Qayg'u, xursandchilik, xafa bo'lish, yig'lash, bu hammasi bor narsalar, lekin ular rivojlantiriladi. Bu yerda уже ko'radi bola. Shu hissiy intellektni ham oladi. Bu hozir juda ham kerak bo'lgan insonlarga, bolalarga kerakli bo'lgan. Yana til o'rgatishda aytib o'tganingizdek, ota-onalardan nimalar tushadi deb olsa, o'sha emotsiyalarini chiqargandan keyin voy deb qarsaklar chalib bolaga bugun nima o'rganding deganda, mana shu narsalarni ham tavsiya qilgan bo'lardim va o'sha darslarimizni iloji bo'lsa bizda mana jo'natiladi-da, videolar orqali diqqatli bo'lsa, ko'pincha men ovozli qo'yamiz. Shunda bola nima deyotganini eshitsin ota-onalarimizni, eshitib olsa shu narsani ham so'rashsa bo'ladi, aytganingizdek. Oddiy usulda. Oddiy usulda mana ustoz nima dedi eshitib olib, buni o'sha ustoz so'raganini qilsa bola qaytara oladi buni. Aytganingizdek. Shu narsa. Hurmatli hamkasblar, bugungi mavzuyimiz juda ham dolzarb edi. Imkon qadar mavzuni ochib berdik degan umiddaman. Ota-onalarga tavsiyalar berdik, shu yo'nalish bo'yicha o'zimizning tajribalardan ulashdik, o'rtoqlashdik. Men o'ylaymanki, manfaatli bo'ldi bugungi suhbatimiz. Qobiliyatsiz farzand bo'lmaydi. Har birimizni aziz farzandimizmi, nabiramizmi qobiliyati bor, lekin kimga qaysidir farzand uni chiqara oladi, qaysidir farzand zamqnida yuradi. Bu qobiliyatni rivojlantirishda, rivojlanish tempini to'g'ri olib borishda birga hamkorlikda ishlashimiz kerak. Ota-onalar, pedagoglar, chunki maqsadimiz bir, aziz farzandlarimizga, aziz bolajonlarimizga to'g'ri tarbiya berish. Qaysi yo'nalishdan bo'lishidan qat'iy nazar, ikkinchi tilga o'rgatish bo'ladimi, boshqa yo'nalish bo'ladimi? Bola yoshiga, bolani fiziologik va ruhiy holatiga mos ta'lim tarbiya berish. To'g'ri. Nima deysiz Ozidaxon, shu fikringizni? Demak, onajonlarga tavsiya, bolaga solishtirmaslik, ko'p tanqid qilmaslik va uni musobaqalashtirmasdan baravar birga o'rgatish. O'yin faoliyatida bo'lish kerak bu narsa. O'rgatayotgan o'yin orqali bo'lish kerak. Birga qilamiz, sen o'rganmading emas, birga qilamiz degan maqsadda baravar shug'ullanib olib ketish kerak bo'ladi. O'zini rag'batlantirish. Albatta, rag'bat tanbeh bermasdan rag'batlantirib olib ketishimiz kerak. Rahmat. Muattarxon. Shu o'rinda aytib o'taman, tavsiyalarimni berib o'tardim. O'sha kichik yoshdagi, maktabgacha bo'lgan yoshdagi bolalardan juda ham ko'p til o'rganishi talab qilmasligi, ya'ni 2 va undan ortiq til o'rganishi talab qilmasligi. Avvalambor aytib o'tganimizdek, o'zini ona tilisi va bitta qo'shimcha chet tili. O'sha maktabgacha yoshdagi bolalarimiz uchun ya'ni yetarli bo'ladi va uni chiroyli tarzda, sifatli o'rgana oladi bola. O'shanda bosqichma-bosqich o'rgana oladi. Shu narsani so'rab qolgan bo'lardim, tavsiya qilgan bo'lardim. Bir boladan bir nechta tilni baravariga o'rganishini talab qilmasliklarini. Rahmat. Hurmatli tinglovchilar, bugungi mavzuyimiz sizga yoqdi degan umiddamiz. Biz sizlarga mutaxassis sifatida hozir maslahatlar va tavsiyalar berdik. Mana shu mavzu bo'yicha sizning fikringiz qanday? Sizni ham eshitishga tayyormiz. Kelgusi efirda uchrashguncha xayr, sog' omon bo'ling.